Bu biskvitni pishirishda men qilgan xatolarni siz aslo takrorlamang. Qanday xatoligini oxirida aytib o'taman. 6 ta tuxumni oqidan sarig'ini ajratamiz. Tuxum sarig'iga 6 osh qoshiq shakar, 2,5 choy qoshiq kabartma qo'shamiz va yaxshilab ko'pirtiramiz. Ko'pirgan massamizga o'simlik yog'i va muzdek suv qo'shib ko'pirtirishni davom etamiz. Bu oradda ishimiz yengil bo'lishi uchun mikserni tuxum oqiga shunaqa qilib qo'yamiz. Tuxum oqi ko'pirgungacha tuxum sarig'ili massaga 12 osh qoshiq unni elakdan o'tkazib solib aralashtiramiz. Massa tayyor. Tuxum oqiga 170 gram shakarni oz-ozdan qo'shib qattiq penga bo'lgunigacha ko'pirtiramiz. Tuxum oqidan qilingan pengani 2-3 ga bo'lib tuxum sarig'ili massaga solamiz va yengil aralashtiramiz. Tayyor bo'lgan massani qolipga solib, oldindan 175 gradusga qizigan duxovkada 45-50 minutda pishiramiz. Pishib chiqqan biskvitni shu usulda soviting. Men qilgan xato qolipim 20 detsimetr edi, lekin bo'yiga kichkina bo'lgani uchun yonidan oqib ketdi. Va ikkinchisi to'liq sovutmasdan kesganim bo'ldi. Lekin shunga qaramay yumshoq va mazali chiqdi. Agar balandroq qolip ishlatilsa va biskvit to'liq sovitilsa, natijasi yanada chiroyli bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring. Like bosib obuna bo'lishni unutmang.